Assalomu alaykum hurmatli SAT o'rganuvchilari, sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz function notation mavzusi hisoblanadi. Ya'ni funksiyalar, berilgan funksiyalarni grafiklariga qarab, ularni belgili holda, ya'ni tenglamalarini tuzish hamda tenglamalari berilgan holda unga doir misol va masalalarni yechish hisoblanadi. Demak, misollarimiz bilan tanishishni boshlaymiz. Birinchi masala. The graph of the quadratic function. Kvadratik funksiyaning grafigi y barobar x fx ko'rinishida, x y tekisligida x o'qini x barobar 39 va x barobar p nuqtalarda kesib o'tadi ekan. Bu yerda p o'zgarmas. Demak, y barobar fx ning maksimum qiymati 14 ga m nuqtaga to'g'ri keladi. Bu yerda m o'zgarmas. P ning qiymati qanday? Y barobar fx parabolani grafigini tasavvur qilamiz va chizamiz. Demak, bu yerda maksimum nuqta deganiga e'tibor beramiz. Demak, maksimum nuqtaga erishish uchun bu parabolamiz shoxlari pastga qaragan bo'lishi kerak. Hamda ikki nuqtada kesib o'tadi va maksimum nuqtasi 14 ga to'g'ri keladi. Demak, shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi masalaga e'tibor beramiz. Demak, ko'rsatilgan grafik ma'lum bir strain bakteriyaning konsentratsiyasini ifodalayapti. Demak, bu cells per million cell per millilitrda. Nitrate medium over time x in minutes since initial measurement. Ya'ni initial bu yerda boshlang'ich degan ma'noda, measurement o'lcham, ya'ni o'rtacha x minutdan keyingi, ya'ni boshlang'ich qiymatidan boshlab x minutdan keyingi konsentratsiyani bildiradi. According the graph, yozilgan grafikka asosan quyidagilarning qaysi biri taxminan minutlarni sonini bildiradi. Bakteriyaning konsentratsiyasi 20 milliondan 30 milliongacha oshish vaqtidagi, ya'ni 20 milliondan 30 milliongacha oshish vaqti uchun qancha minut ketganini bildirishi kerak. Bu yerda demak, grafikka e'tibor bersak, yana 20 million, yana 30 million. 20 milliondan e'tibor berib qaraytirgan bo'lsak, bu yerda 35 minutga to'g'ri kelib turibdi. 30 millionga qaraytirgan bo'lsak, 50 minutga to'g'ri kelib turibdi. Demak, bu qancha vaqtni ichida oshdi degan savolga 50 dan 35 minutni ayiramiz va 15 minut davomida oshganini bildiradi. Demak, bizda to'g'ri javob A javob. Uchinchi, y barobar jx minus 3 funksiya grafigi y o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi? Ya'ni y o'qini kesish nuqtasini so'rab turibdi ekan bizdan. Demak, bu yerda y funksiyani tuzib olatirgan bo'lsak, jx funksiyadan 3 ayrilgan. Ya'ni bundan 2 16x minus 17 dan 3 ni ayirib qo'yamiz. Ana y o'qini kesish nuqtasi bo'lgandan keyin x ga 0 beramiz. X ga 0 bersak, y teng bo'ladi. Demak, bu yer 0 bo'lib ketadi. Shuna 2 ko'paytiruv minus 17 minus 3 minus 34 minus 3 minusdan 37 bo'ladi. Demak, bizda javob y o'qini kesish nuqtasi minusdan 37. A javob to'g'ri. To'rtinchi masala, if funksiya berilgan tenglama orqali ifodalangan. Quyidagilardan qaysi biri ko bo'la oladi if ko teng 3ko uchun? Ya'ni x ni o'rniga
k qo'ygan vaqtimizda fx'imiz 3k ga teng bo'lgan va shu yerdan k ni topib olish kerak. Bizda demak ikkita javob chiqdi. K teng 71 taqsim 5 hamda k teng -71. Bizda odatda musbat yechimni so'raydi. Shu sababli k teng 71 taqsim 5 ni belgilab olamiz. Ya'ni bizda javob A. 5-masalamizni demak yechilishi qiyin emas. Bu yerda fx teng 48, x ning qiymatini so'rayapti. Ya'ni bu yerni 48 ga tenglab x ni topib olish yetarli. 6-masalaga e'tibor beramiz. Demak, y barobar fx funksiyaning grafigi ko'rsatilgan. f0 ni qiymatini toping yoki qanday? f0 ni qiymati. Ya'ni bu yerda 0imiz x ni bildiradi. X ni bildirganimizdan keyin y o'qini kesishish nuqtasini desak ham bo'ladi. Y o'qini kesish nuqtasi. Bu yerda y o'qini grafikka qaraytirgan bo'lsak, shu yerda kesib o'tayotir. Ya'ni 0 ga 4 nuqtada. Bizdan faqat y ni so'rab turgan uchun f0 barobar 4. Demak, bu yerda hech qanday hisob-kitob shart emas, grafikka qarab o'qishni bilish yetarli. 7-chi. Qaysi grafik eng yaxshi model bo'la oladi? X va Y lar orasidagi bog'lanishni ifodalaydigan. Ya'ni jadvalda keltirilgan X va Y lar orasidagi bog'lanishni ifodalaydigan eng yaxshi model qaysi biri bo'la oladi deb so'rab turibdi. Bu yerda eng yaxshisi shu nuqtalarni qo'yib ko'rish orqali tekshirish mumkin. Ya'ni 0 da 0, 2 da 2, 8 da 4, 18 da 6 nuqtalarni qo'yib ko'rish orqali tekshiramiz. Demak, ayni qarasak 0 da 0 to'g'ri gap turibdi. 2 da 4 bo'lib turibdi. Demak, bu emas ekan. Bu javobni ko'ramiz. 0 ga 0 to'g'ri gap turibdi. 2 da 2 to'g'ri gap turibdi. 8 ga 4 8 ga 4 to'g'ri gap turibdi. Demak, 3 ta nuqtasi ham to'g'ri keldi. Hozircha shu javobni olib turamiz. Keyingi javoblarni ham bir xato ko'rib tekshirib qo'yamiz. S javob 0 ga 0 to'g'ri gap turibdi, 2 ga 2 to'g'ri kelmadi. Demak, bu ham yechim emas. Keyingisi 0 ga 0 to'g'ri gap turibdi, 2 ga 2 to'g'ri kelmadi. Bu yerda bo'lishi kerak edi, lekin u sal pastroqdan o'tgan, bu ham to'g'ri keldi. Demak, biz tanlagan javob bu javob to'g'ri javob ekan. 8-masalaga e'tibor beramiz. Jadvalda ko'rsatilgan 3 ta x ning 3 ta qiymati va ularga mos y ning 3 ta qiymati berilgan. Bu yerda y barobar fx plus 6 va fx kvadrat funksiya. Y o'qini kesishish nuqtasining y koordinatasini toping. Y minus fx funksiyani. Demak, bu yerda berilgan jadval y barobar fx plus 6 ni ifodalayapti. Va fx kvadrat funksiya. Y o'qini kesish nuqtasini topishimiz kerak. Demak, biz birinchi berilgan jadvaldan fx funksiyani topib oldik. Y barobar fx plus 6 ligidan bu yerdan fx ni topib oladigan bo'lsak, y minus 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu tablitsaga mos qilib fx topib olamiz. Ya'ni minus 20 minus 26 bo'ladi. 12 dan 6 ni ayirsak 6 bo'ladi. Minus 26 minus 6 minus 26 bo'ladi. Demak, biza endi o'zimizga kerak bo'lgan, ya'ni fx funksiyani grafigini yasashimiz uchun x ustunni hamda fx ustunni Desmos kalkulyatoriga kiritib, bu yerdan kvadratichskiy regressiyani tanlab, demak, kvadrat tenglamani tuzib olamiz. Kvadrat tenglamamiz minus 2x kvadrat plus 96x minus 1146 ga teng ekan. Ana endi bizdan y o'qini kesish nuqtasini so'ragan uchun x ga 0 beramiz va y o'qini minus 1146 degan nuqtada kesib o'tadi ekan. Demak, javobimiz minusdan 1146. 9-masalani yechimi oson.
Bizdan berilgan funksiya grafikining y o'qini kesish nuqtasindagi y ni so'rayapti. Ya'ni bu yerda x ni o'rniga 0 ni qo'yish yetarli. X ni o'rniga 0 ni qo'ysak, y imiz teng. Bu yer 0 bo'lsa 77 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz y barobar 77. 10-masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, faqat qancha x o'qini kesib o'tadi fx funksiyamiz x, y tekisligida deyapti. Demak, x o'qini necha nuqtada kesib o'tilishi so'rayapti. Demak, bu yerda x barobar 0 bitta nuqta, x barobar 8 ikkita nuqta va x barobar 13 uchta nuqtada kesib o'tadi ekan. 3 ta nuqta. Javobimiz D javob 3 ta nuqtada kesib o'tadi. 11 ga e'tibor beradigan bo'lsak, odatda ko'pincha shu savollar qiyinlik atadi. O'rganuvchilarimiz uchun bu yerda eng oson usuli bu nimani so'rayotganini anglab olish. Ya'ni bizdan qaysi mulohaza eng yaxshi bo'la oladi? P3 barobar 450 uchun. P3 barobar 450 nimani anglatadi degan savolga javob beryapti. Bu yerda endi qaraymiz, 3 nimani bildirib turibdi. 3 demak, funksiyamizdagi v ni bildirib turibdi. V teng 3 ekan. Ana endi bu yerdan izohdan v nimaligini topib olamiz. Ya'ni v deganimiz potensial differens ekan. Ya'ni potensial differens 3 ga teng bo'lgan paytida, demak, funksiyamiz nimani bildiryapti? Instantaneous power ni bildiryapti. Ya'ni instantaneous powerimiz 450 ga teng degan javobni topishimiz kerak. Demak, birinchi javob potensial difference 3 volt bo'lganda, demak, instantaneous powerimiz 450 watt deb aytib turibdi. Demak, javobni o'zi to'g'ri gap turibdi. Keyingilarini ko'ramiz. Xatoliklarni qaraytirgan bo'lsak, bu yerda current 3 amper deyilgan. Demak, bu xato. Chunki bizda instantaneous powerimiz wattlarda va potensial differensimiz voltlarda deb izohda berilgan. Demak, bu javobimiz xato. Keyingi javobni qaraytirgan bo'lsak, instantaneous power 3 watt. Bu demak xato javob. Chunki instantaneous powerimiz bu yerda 450 ga teng bo'lib turibdi. Bu ham ma'lum. Keyingisida current berilgan. Bizga current kerakmidi? Amper ham kerakmidi? Demak, bu javobimiz ham xato. Demak, biz o'zimiz olgan javobimiz to'g'ri ekan, izohlab o'tdik. Bundan katta savollarda eng birinchi e'tibor beradigan narsamiz savol bo'lishi kerak. Ya'ni bizdan nima so'ralyapti? Ana undan keyin savoldan kelgandan keyin qiymat qanday izohini ko'rish kerak. Qanday izoh beryapti? Ya'ni ichkarida turgan uchimiz v ni bildiryapti. U qanday o'lchamda watt, demak u v potensial differensni va voltlarni ifodalayapti. Hamda P3imiz bu funksiyani o'zi hisoblanadi. Funksiya nimani beryapti? P funksiyamiz instantaneous powerni beryapti. Ya'ni bu wattlarda o'lchanyapti. Demak, bunday katta savollarda birinchi savoldan qarab, izohga qarab ketishimiz kerak.